Jubaji qarsak, Nomakli Sapirdan nurg'un avliyolarni bu bak ko'z kelib ketmaydi, bak voydat ketmaydi. Biroq Taybay Jinshin iliq tarixchi bo'vayni alohida ehtirom bilan kutib oldi. Buni bak hurmat qildik. Demishqa, mazmun qiziqadigan do'stlar, Guanju qilib birdan yaxshi yurganlarni bilib davomini olinglar. Ham Nomakli Sapirdan burun hayotga qarsak, Jubaji degan Arish ordusidagi sarlashgar 80 ming kishilik Arish suv lashkarining boshlanğını. Hesabda bu Yudining qo'lidagi bosh qo'mondan, dengiz armiyasining bosh qomandani degan. Qo'lida nihoyat cho'ng harbiy huquq bor. Buning o'rni intayin yuqori. Shuning uchun Nomakli Sapirga qarsak, sunuku nurg'un avliyolarni ko'rgan bak tuzit qilib ketmaydi. Bak igilib, ta'zim qilib undaq qilib ketmaydi. Shukarkida albasin yo'qotgan vaqtimizda deliq bir avliyolar keladi. Kim bularga yordam qilgan vaqtda tangsanga ehtirom bildirib kelsa Jubaji deydi-ku, va ustoz bo'ldi, bularga rahmatimizdan bo'ladi. Buni chuqur cho'ng olgan Arish kirib akagan bular Yurun sultonning yorlig'i bilan kelgan deb qutqizib qo'ygunga bir rahmatini nima qattiq tuzit qilmaydi. Yana nurg'un Allohlar Jawuda degan avliyodan baq o'qidi. Biroq Anjeli Gavlorjondalik gav suylam bilan paranglashgan vaqt qarsanglar, men degan Jawuda dedim, qo'rqmayman, Jawuda deyim, mening oldim kelsa, menga egilib ta'zim qiladi deydi. To'g'ri, shu vaqtda Jubajining Arish ordusi amri noyat yo'q. Jawuda deymi buning qo'l ostida. Shuning uchun odat avliyo ubul kelsa, Jubaji ko'z kelib ketmaydi bularning. Shunga bu noyat cho'ngchilik qila oladi. Biroq Taybay Jinshin tarixni o'ynalganda ehtirom bilan ta'zim qilib mushunda qilibdi. Nimishqa? Chunki Taybay Jinshin Jubajining hayotini qutqizib qolgan. Ya'ni Anjeli Jubaji mas'ul qilib sarlashgan vaqtida changlov chaqchaq qilgan vaqtida Yurun sultonning noyat g'azab kelib, buni darhol o'ldirib atmoqchi bo'ldi kallasini. Biroq mush vaqtda Taybay Jinshin o'tirib chiqib, Yurun sulton Jubajining jinini talab qildi. Endi bu Taybay Jinshinning Yurun sultonning qashir inoatin bakchong buni oldin qildi degan-ku. Shuning bilan bu tarixchi bo'vay Yudiga uni deb yurib Jubajining hayotini qutuldirib qoldi qaranglar. Shuning bilan Jubajini o'ltamaydigan bo'lib, o'lim jazosidan qutuldirib, ziminga cho'shiq talab qilib, buni tushiryotdi. Shuning uchun bu Taybay Jinshin Jubajining bir nijotkor bo'lg'achqa, buni cho'ng bo'ldi. Ehtirom bilan buni oldi. Salom qilib turdi. Tushuninglarmi? Endi bu yerda chizib qo'ygan kitoblarning ba'zisi arzon holatda Chuchvanga kirib qo'ydim. 4 klassik asarda ishlash harbiy ishlar dasturi, dunyo eng sirli shimtir sarfdares, terbitik funsungan nurg'un kitoblar bor. Yoqtirgan do'stlar Chuchvangdan va yoki kech Jubojan kirsanglar, mana shu kitobni e'tibor bilan davomlashtirishni tavsiya qilaman. Harbiy hayot to'g'risida boshqa savollaringiz bo'lsa, kimga qoldirsanglar bo'ladi. Rahmat.